Tanasini muvozanatda ushlayman degan ayollar, erkaklar uchun kerakli mavzu o'rtoqlar. Ko'ryapsizmi? Jigarni ham, yurakni ham bir xil muvozanatda ushlab turganligi uchun anorni muvozanat mevasida domlasak bo'laveradi o'rtoqlar. Haqiqatdan ham bu meva jigardagi chiqadigan safro va toksinlarni eritib yuborar ekan do'stlarim. Qonni tiniqlashtirib, yurakka toza energiya baxshida qilar ekan. Yurakda haddan ortiq qiziydigan odamlarni yurakda qizishdan saqlar ekan do'stlarim. Ayniqsa yurakka toza energiya baxshida qilar ekan. Buni po'chag'i, teri, og'iz, ichaklarda tozalovchisi ekan. Urug'i gormonlarda tartibga solar ekan. Bachadonni baquvvat qilar ekan, ko'tarar ekan. Buyraklarda shifobaxsh xususiyati bilan davolar ekan do'stlar. Ayniqsa sharbati tabiiy energiya befarzand, farzandsizlarga, ayniqsa teri kasalligi bilan olayotgan, teri dog'i bor insonlarga qo'shimcha sifatida madadkor ekan do'stlarim. Buni tabiiyati naviga qarab o'zgarar ekan o'rtoq. Ya'ni shirini qon va yurak uchun foydali bo'lsa, nordoni jigar, safro, isitmani ushirar ekan o'rtoqlar. Shuning uchun aralashtirib iste'mol qilgan ma'qul o'rtoqlar. Shuning uchun do'stlarim, gormonimni tartibga solaman deb har xil kimyoviy preparatlardan foydalanmasdan tabiiy anordan foydalanamiz o'rtoqlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar, omad tilayman.